Assalomu alaykum, hurmatli Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari, chorva ishqibozlari, Simental Angus ishqibozlari. Bugun 20-aprel 2025-yil haftaning yakshanba kuni biz Jizzax viloyati Baxmal tumani Gulbuloq qishloq fuqarolar yig'inidamiz. Dehqon xonadonida o'zlarini 3-4 oydan beri yemga boqilayotgan Angus paroda mollari bor ekan, inshaalloh. Mana shularni Xudo xohlasa sotish niyatida. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlari qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar. Bu novvoslarimiz Toshkentdan olib kelgan ekan o'zlari. Zotga ham bo'lar ekan, bemalol sigirlarga chopadi. Mana unisida ozgina shoxcha bor ekan, lekin shoxchalari qimirlaydi bular. Bu ham lekin Toshkentdan kelgan, ikkalasi bitta joydan kelgan ekan. Mana ikkinchisi chista to'qol, haqiqiy tuxumbosh. Zotga bemalol qo'ysa ham bo'ladi. Sigirlarga bemalol kelib, tortishib, sunnatga muvofiq savdolashib olaverasizlar. Bo'ylari biri 35, biri 40 atrofida. Живой весlar taxminan 650-700 ga yaqin deyapti egalar. Shunday dedingiz? 650-700 ga yaqin deyapti живой veslarni. Mana bu birinchisi, bu ikkinchisi. Bu sotilmaydimi Oqbosh? Oqboshdan kelishamiz. Agar kelishib qolsa, o'z mana shu ikkalasini video obzor qilib bering deganda, hozir Oqboshda ham sotiladi deyapti, agar kelishib qolsak. Oqbosh necha deysiz? Yo'q, kattaga. Bu belgisidan bo'laydigan qancha? Oqbosh. Yo'q, Oqbosh kattami? 25 o'tib beramiz. Oqbosh 25 ming o'tib berar ekan. Hozir men kattasini so'rab turibdi. Xudo xohlasa, kelib bemalol savdolashib so'raverasizlar. Inshaalloh hali bemalol kelib ko'z bilan ko'rib savdolashganga kelmaydi. Mana. Bu Greenford paroda. Adashmasam Greenford paroda ekan. Mana shunisini bemalol zotga olsalaringiz bo'lar ekan. Hamma tomonlama uzunliklari ham uzun, kallalari ham tuxumbosh. Orqalari ham pachka, hamma taraflama, oyoqlari ham baquvvat. Ekranda ham, silkada ham nomerlarni qoldiramiz. Xudo xohlasa kelib savdolashib olaverasizlar. Baxmal Anguslar kanalidan keldik, YouTube'da ko'rib keldik desalaringiz, yanada arzonroq qilib beramiz deyapti. Xudo xohlasa. Xo'p, aytilish narxi ikkalasi jufiga 75 million so'm kami bor ekan. Anguslarga. Mana bu Greenford parodamizga esa 25 milliondan o'tib beramiz deyapti. Mana bemalol kelib savdolashib olaverasizlar, Xudo xohlasa. Hozir parodalar narxi juda ham ko'tarilib ketdi. Bemalol kelib savdolashib olsalaringiz, inshaalloh baraka topasizlar. Chunki go'sht ham kundan kunga ko'tarilib boryapti. Yemlangan, Xudo xohlasa, dehqon akamiz qurilish qilyapti ekan, o'shaning uchun sotilyapti. Hech qanaqangi yeb ichish sog'liqlarida muammo yo'q. Bemalol kelib hashak tashlab, yem berib ko'rib olaverasizlar. Yemasa, ichmasa pullaringizni qaytarib beriladi, mol yana egasiga qaytadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar.